Har yili yangi smartfon obzor qilayotganda bitta savol tug'iladi. Nahotki har yili yangi smartfon almashtirishimiz kerak bo'lsa, bitta smartfon 3-4 yil ishlasak bo'lmaydimi? Sababi iPhone foydalanuvchilari Amerikada, Yevropada bitta iPhone ni 5-6 yilgacha ishlatadi. Xuddi shunaqa Android foydalanuvchilari ham 3 yildan 4 yilgacha ishlatishadi. Lekin bizda har yili yangi telefon, har 6 oyda yangi telefon olishimiz kerak. Nima uchun? PUBG Mobile yaxshiroq o'ynash uchunmi yo Instagram, TikTokda smartfon qotayotgancha yana yangisini olishimiz kerakmi? O'zi bu ilova bizga qanchalik foydali? Albatta bugungi obzorimizda foydali ilovalar haqida ham aytib o'tamiz. Ya'ni smartfon texnik jihatlar va foydali ishlar uchun ham foydali ilovalardan foydalanish haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi unboxing ko'ramiz, keyin esa smartfon o'ziga qaytamiz. Qora rangli versiyasi 16256 GB versiyasini zakaz qilishgan. To'ppa-to'g'ri 16 GB operativga ko'p narsani hal qiladi. Ayniqsa PUBG yo boshqa bir o'yinlarni o'ynab, keyin chiqib ketib, taxminan bir haftadan keyin kirsangiz ham o'sha o'yinni joyida bemalol загрузка qilib beradi. Albatta o'yindan demak gameplay joydan chiqib ketgan bo'lishingiz mumkin, lekin asosiy menyuda ko'rsatib turadi. Bu tekshirilgan Redmi K70 Pro smartfonda biz buni tekshirib ko'rganmiz, rostdan ham juda uzoq vaqtgacha operativ xotirasida ushlab tura oladi. Redmi Turbo 4 qora rangli versiyasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Albatta komplektida chexola qora silikon o'sha har doimgidek chiroyli chexollarda. Smartfonning o'zi Redmi deb yozilgan, shriftini ko'rasizlar, o'zgargan qora rangli versiyasi. Xuddi shunaqa Poco X7 Pro ni obzor qilgan edik. Pashti shunaqa edi, lekin bunda baribir boshqacharoq sezilyapti. Kamerasi ham sal kattaroq o'xshab tuyulyapti Poco X7 Pro dan ko'ra. Va albatta dizayni oddiy qora emas, chizuv tushgan va Redmi chiroyli yozuvi. Menga mana shu shrift ko'proq yoqdi, oldingi eski Redmi dan ko'ra. Ya'ni yengillik qilishgani yaxshi. Va komplektda 90 wattlik quvvatlash moslamasi va kabeli. IP68 suv va changdan ham himoyaga ega. Ya'ni kundalik hayotda mabodo adashib, bu joyga, suvli joyga tushib ketib qolsa ham smartfon sog' omon chiqish ta'minlab beradi. Tashqi o'lchamlari 161 uzunligi, 75 eni va 801 mm qalinligi, 203 gram og'irligi. Smartfon 667 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan, 120 Hz displey yangilanish tezligi, piksellar soni 1200 ga 2712 va displey yangilanish tezligi 120 Hz tashkil qiladi. O'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatmaydi, ya'ni displeyni 120 Hz bo'lsa 120 FPS bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. PUBG Mobile 60 FPS, albatta testlar ham qilamiz, albatta ishlash vaqtlarini ham video davomida aytib o'tamiz. Smartfon MediaTek Dimensity 8400 Ultra protsessor bilan jihozlangan. AnTuTu testlari 1.7 milliondan ziyod, salkam Snapdragon 8 Gen 3 ga yaqinlashgan, lekin ozgina qolib ketadi, lekin kuchi, throttling testiga natijalari, Geekbench natijalari juda yaxshi deb o'ylayman. Hattoki throttling testi o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Bu protsessor MediaTek, ya'ni ko'proq qizishga moyil bo'lgan protsessorlardan bittasi, lekin juda ham yaxshi sozlangan hisobiga o'zini kundalik hayotda ham, o'yinlarda ham yaxshi ko'rsatadi. Hozir bitta PUBG testini ko'ramiz. PUBG Mobile befoyda o'yinda disku hozir deyishingiz mumkin. To'g'ri, PUBG Mobile befoyda o'yin, lekin agar yarim soat o'ynaydigan bo'lsangiz, 2 kunda, bir haftada bir marta foydasi yaxshi. Ya'ni ozgina barmoqlaringiz, miyazdagi ishlamayotgan qismlari ishlashni boshlaydi. PUBG test ko'ramiz. Redmi Turbo 4 yarim soat o'ynayotganimizga hozir 4 minut qoldi, 5 minut qoldi. 100% o'ynagan edik, 1% ketibdi. Bunga asosiy sabab smartfonda 60 FPS da o'ynaydi. Nastroykasi ham kirib ko'rsak bo'ladi. Mana grafikasida ham 60 FPS va urib qo'ydi, kutib o'tirgan ekan. 2 minut qoldi o'yin tugashiga va natijamiz 1%. Juda ham yaxshi. Endi odatda bu 100% ga qilib qo'yganimizdan keyin shunaqa bo'ladi. Ikkita tomoni bor, sababi bu smartfonning protsessori qizimaydi ham. 60 FPS, ya'ni
90 qilib 120 fps qilmasdan, ya'ni protsessorga maksimal kuch bermaganligini hisobiga qizimasdan bemalol o'ynadi. Albatta bu testni hozir yana davom ettiramiz, sababi smartfonni qizdirishimiz kerak. Mana ikkinchi 30 daqiqalik o'yinimiz boshlandi. Shaqir-shuqur. Shaq-shaqaloq. Ishqi o'ldirib qo'yishmasa bo'ldi. Turib ketdi o'yinimiz. Hozir kuchimiz yetsa uni ham shang'illatamiz. Oxirgi 4 daqiqalar. O'ldirib qo'ydik-ku. O'yin ham tugab qoldi. Yana 3 minut bor. 95 o'tiribdi. Shu taxminan yana 1% ketsa 96% bo'ladi. 23 ta o'ldiribmiz, lekin to'g'risini aytaman, profession defo emas. 73 ko'rsatib yubordi. Atak stabil 60 fps. Bu Wild Boost degan rejimida ishlatyapmiz, ya'ni maksimal. Balansda sal pastroq ham ushlashi mumkin, lekin unaqa qizimaydi. Lekin mana shu 60 fps da ham smartfon realni qizimayapti-da, nimadir tushuna olmayapman. Nima qilib qizdirsa bo'ladi bu smartfonni? 37, 35, 39 gacha ham bormayapti. 39 уже seziladi qo'l qiziyotgani. Unda o'zi qo'y. Umumiy hisobda 94 bo'ldi mana va nihoyat 7% tashkil qildi. O'rtacha 3%, yarim soatda quvvat ketish, 1 soatda bo'lsa taxminan 6-7% gacha quvvat ketish. Nimani hozir ko'rib chiqdik. Smartfonda 6550 mAh akkumulyatordan jihozlangan. PUBG test qilganimizdagi natijalarni ko'rsa yomon emas. YouTube'da yarim soat video ko'rganimizda bor yo'q 3% quvvat ketdi. Ya'ni akkumulyator rostdan ham yaxshi. Bunaqangi qulay, ingichka, ingichka deb bo'lmaydi-yu, lekin juda qulay, qo'lga juda qulay o'tiradigan smartfon uchun kattagina akkumulyator bo'lgani bu juda ham yaxshi. 90 wattlik quvvatlash moslamasi komplektda kelishi bu nur ustiga a'lo nur. 50 megapikselli asosiy va 8 megapiksel ultra keng kamera bilan jihozlangan. Hozir foto va video imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Asosiy kamerasida 0.6x da surat olamiz, 1x da va 2x da suratlari va 10x da hozir fokusga olamiz va mana suratga oldik. Natijasi yomon emas. Juda zo'r deb bo'lmaydi, lekin yomon emas. Portret rejimida 26 mm 35 olsa bo'ladi. 26 mm da hozir mana natijasi va 35 mm likni
natijasi mana o'ng tarafda chiqib turibdi, yomon emas natijasi. Endi oldi kamerasiga oladigan bo'lsak, bu hozir portret rejimida orqadan xiralashtirib olyapti. Ko'ryapsizlar, ikkinchi misol. Umumiy hisobda yomon emas va oddiy rejimda, foto rejimda orqada sim bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Olindi va natijada mana shu sim suratga olganimizda ko'rinmadi tepada, lekin suratga olganimizdan keyin chiqib keldi. Mana shu sim, mana kamera, oldi kamerasi, asosiy kamerasi ushlab beryapti. Mana sim ko'rinyapti bulutda, ya'ni asosiy kamerasiga hozir 4K 30 fps da video olamiz. Demak, hozir 1x va maksimalni 6x yaqinlashtirish imkoniga ega. 4K 30 fps juda rasvo. 3x bo'lamaydi, hatto 2x da mana yaxshi oldi. Lekin qolgani bo'lmaydi, faqat 1x da video nisbatan yaxshiroq chiqadi. 4K 30 fps. Endi Full HD 60 fps da video olamiz. Asosiy kamerasiga yomg'irlar yog'gan va maksimum 6x Full HD 60 fps da olish imkoniga ega. 4K dan sal yaxshiroq, lekin juda bir zo'r emas. Ya'ni o'sha narxiga yarasha, shu Poco seriyasi deyiladi. Hozirgi paytda bu Redmi Turbo 4 bo'lib chiqqan. Redmi Turbo 4 ikkita sim karta olishi, Wi-Fi 6, Bluetooth 6 yangi texnologiya va ushbu smartfonda NFC va infraqizil porti ham bor. Infraqizil porti Redmi K80 smartfonlarda esingizda bo'lsa kamerasi joylashtirilgan edi. Bu smartfonda esa tepa qismiga joylashtirilgan, o'sha standart tepada ko'rinib turadigan infraqizil port. Bu uy texnikasini, maishiy texnikalarni pult sifatida boshqarish uchun ishlatiladi. Redmi Turbo 4 smartfonda stereo dinamikaga ega. Bitta eshitib ko'ramiz. Qo'limdagi bu Poco F5 Pro smartfonni bitta solishtirib ko'ramiz. Endi Poco ovozi sal bundan balandroq Poco smartfondan ko'ra, sifati menimcha o'rtacha, lekin balandligi Pocodan ko'ra sal balandroq. Bundan oldingi smartfonni obzor qilganimda yaqqol sezilardi tovush sifati, balandligi. Bunda tovush balandligi sezilyapti, tovush sifati Poco F5 Pro smartfondan bir xil. Endi nima uchun Poco F5 Pro bilan solishtiryapsiz deyishingiz mumkin. Albatta bu foydali smartfonni solishtirish kerak. Redmi Turbo 4 da bunaqangi zo'r переводчик ilovasi bor. Shuni qirasizlar, aytaylik, biron bir videoni ko'rmoqchi bo'lsa, qanchalik yaxshi tarjima qiladimi yo'qmi shuni bilib olamiz. Mana Chinese, Russian, ruscha, afsus o'zbekchasi yo'q bu yerda. Ruscha. Mana hozir videoni qo'yib boshlaymiz. Turbo 4这台机器之前呢，关于天玑8004在芯片公正机我们已经详细给大家测了一下这台就是它的首发量产了，到底表现怎么样？我们一起来看一看。Bu yerda salmon to'rt tushungan 8400 8400 deb aytgan. 804 degan, 8400 degani bu 804 deb tarjima qilib qo'ydi. Shu joyda xatosi bor. Umuman xitoylik juda tez farqlatib gapirtashyapti. Shuni hisobiga men tazgina qanaqadir xatolik bo'lishi mumkin. Umumiy hisobda gaplashayotgan mazmunni tushunsa bo'ladi. Albatta bu hamma mana shunaqangi tarjima ilovalarining muammosi. Shu sababli hali-haligacha tarjimonlar hech qachon ishdan ketmaydi. Shaxsan o'zim ham yaqinda bittasi chaqirdi. Kechki payt soat 7 dan 9:30 10 gacha maksimum o'tirdik. $100 olib ketdi. Sababi mana shunaqangi tarjima yoki chala-chulpa biladigan tarjimonlar bilan ishlashgan va ko'p narsalarni tushunish olmagan, ya'ni oxirgi asosiy mohiyatini tushuna olmaganligi uchun oxiri tilni yaxshi biladigan professional odam bormi deyishdi. Biz ham shu deb bordik va ishini hal qilib berdik. Juda xursand, mamnun bo'lishdi. Ayniqsa o'zbek taraf, chunki ko'pgina masala, muammolarni tushunish olmayotgan ekan.
Foydali kontent dedik, mana sizlarga foydali kontent. Birinchi albatta FTech Uz kanali smartfonlar haqida yangiliklarni, o'zimiz videolarni va boshqa bir ma'lumotlarni, albatta mana shu texnika bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. Zo'r kanal, obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi foydali kanal bo'lsa, ham Uz Gadget Shop kanali. Necha yillik, 4 yildan beri ishlaydigan kanal. Xitoydan zo'r narxda zo'r smartfonlarni olib kelib beramiz. Narxlari ideal, juda zo'r. Obzor qilib, bilasizlar, har doimgidek, mana iPhone'ni ko'ryapsizlarmi narxini. Kanalga obuna bo'lib turib, mana shunaqa narxda olmayotgan bo'lsa, demak ahvol juda yomon. Keyingi foydali kanalimiz bo'lsa, bu iSafe Uz bo'ladi. O'zimizni bolalar, o'zimiz shogirdlar Toshkentda do'kon ochishgan. Do'konda turli xil gadjet smartfonlarni bemalol, chexollar deysizmi, hamma narsa bor. Anaqangi oddiy 100 ming, 150 ming soatlar, $22 ekan. Soatlar deysizmi, internetga kiradigan soatlar, yo'q narsani o'zi yo'q, chexollar, hamma narsasi mana shu iSafe Uzda bemalol olsanglar bo'ladi. Zo'r kanal. Keyingi foydali kanallardan bittasi Islom Uz, rasmiy kanal. Bemalol kirib ma'lumotlarni o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni hech qanaqangi muammoga duchor bo'lmaysiz. Namoz vaqtlari deysizmi, hamma narsa yaxshi. Qur'on o'qishi bo'yicha ma'lumotlar va Qur'on o'qishi bo'yicha biron bir yangiliklarni olmoqchi bo'lsangiz, mana bu Al-Qur'on, Alijon qorini o'zlarini rasmiy kanallari, bu ham rasmiy, bemalol obuna bo'lib ishlatsangiz bo'ladigan kanallardan. Keyingisi Doniyor qorini kanali. Doniyor Tashmuhammedov degan ashulachi bo'lardi, bilganlar biladi. Juda ham zo'r kanal, ya'ni turli xil maslahatlar, duolar haqida, ya'ni shamol esganda qanaqa duo aytiladi, biron bir holatlarda yoki Ramazon paytida har xil holatlarga qarab turib, vaziyatiga qarab, kunlarga qarab turib duolar, turli xil maslahatlarni berib boradigan zo'r kanal. Doniyor qori deb nomlanadi. Doniyor qori desanglar chiqib beradi. Qur'onda ham juda zo'r ma'lumotlar beriladi. Yana bitta zo'r kanal bor, audio kitoblar degan. Ko'proq yo'lda yurganda, hozirgi paytda kitob o'qish juda ham muammo bo'lib qoldi. Bilasizlar, Instagram, TikTok odamni jinni qilib qo'ydi. Har doim ham kitob o'qiy olmaymiz, shuning uchun audio kitoblarni, mana shu audio kitoblar degan kanal bor. Audio kitoblar Uz. Demak, reklamaga berilmagan, o'zim shaxsan maza qilib eshitib foydalanadigan kanallardan bittasi. Poco X7 Pro olgan yaxshimi yo Redmi Turbo 4 mi? Redmi Turbo 4 degan bo'lardim, faqat bitta kamchiligi bor bu smartfonni, ya'ni mobil aloqalardan. Mobi Uzdan Uzmobilda muammo bo'ladi. Har xil bir xillarda umuman muammo bo'lmasligi mumkin. Agar mana shu kamchilik bo'lmaganda, so'zsiz Redmi Turbo 4 ingliz tilida mazah ishlatsa bo'lar derdim. Lekin kimdir ingliz tilida ishlata olmaydi, rus tilida ham ishlatadi, faqat o'zbek tili bo'lsin deganlar uchun albatta Poco X7 yoki 7 Pro smartfonlarni olgan yaxshi. Yo'q, men ingliz tilini darajamni ko'tarmoqchiman, ingliz tilida foydalanmoqchiman desa yaxshi, lekin Mobius bilan agarda onlayn ishlatadigan bo'lsangiz, muammo bo'lib qolishi mumkin. Demak, men sizlarni ogohlantirdim. Smartfon 60 FPS da ko'rdinglar. Pashti qizimadi. Bu juda yaxshi. Endi 90-120 da qizishi aniq, sababi Poco X7 Pro smartfon 120 FPS ko'taradi. Xuddi shunaqa protsessor bilan jihozlangan, lekin yomon ham qizirdi, yomon ham yondirardi. Bu ham xuddi shunaqa yondirishi mumkin. Albatta buni Indiya versiyasi ham xuddi mana shu Xitoy versiyasiga o'xshab 60 FPS da o'ynaladi va xuddi shunaqa akkumulyator ham 6550 mAh tashkil qiladi. Balki vaqt o'tib Turbo 4 ga ham 90-120 FPS PUBG ochilar, lekin ochilmagani yaxshiroq deb o'ylayman, sababi smartfon qizimaydi. Va albatta smartfonda ko'p o'ynab qo'yishingiz mumkin. Bu ham bitta minus tomoni. Albatta bugungi videodagi ma'lumotlar sizlarga yoqqan bo'lsa, like, comment. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum.